Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz jamoamiz bilan birgalikda mafiyani top o'yinini o'ynaymiz. Qani ketdik. Qani ketdik, nimaga bor ekan? Kesasiz. Qaroch, qani ketdik kesasiz. Hayır, birinchisi Ozod. Birinchisi davay Ozod sizdan boshlanadi. Aha. Ey. Telefon. Kimdir telefonni jiringlayapti. Davay, keyinchisi. Men topyapman. Men uchaman. Bitta chiziladi Munisa, bitta. Bitta Bo'ldi, chiziladi. rasm chizib kelayapti. Voy, bo'ldi, bitta chiziq. Yana O'zgarmadi-ku boydan beri. Men rasm-ku. Bildirmaslik kerak. Keyinchisi nima ismi? Ya o'lay. Nima Ahmedov? Muxlisa. Muxlisa. Ha. Salom. Hello. Alik. Hello. ikkita chizgan odam chiqib ketadi o'yindan. Men bitta chizdim. Eshitma qolmabdi, chizadiga. Yo'q. Nima вообще qiyin chizma. Ozod. Men mafiyani topdim. Men ham topdim. Keltiringlar. Hamma topdilar. Kalla qo'yib bir nimalar chizib kelibsiz. Salom. Do'stim? Chizganlarni kelib ko'rishlari mumkin. Kim qaysi birini chizyapti? Net, naborot ko'rmaslik kerak-ku. Biz ko'rsak ko'rmasak, bilib oldik biz mafiya kimligini. Hay, aytishlari mumkin hozir. Hozir chiqadi o'sha qiz. Zilol mafiya. Zilol mafiya. Zilol Mafiya. mafiya. Kim mafiya? Zilol. Hamma bir ovozdan Zilolni qabul qilamizmi? Ha. Hay. Zilol bizni o'yinimizda tark etadi. Kimligingizni ayting. Mafiya. Mikrofon. Mafiya. O'yinda keskin burilish mafiya istaydi. Hay, chizamiz. İyi bulduk-ku. Kim ikkinchi Bitta mafiya? bo'ladimi? Men o'zim bilib qo'ydim-ku. Mana mafiya. Voy. A, bular baribir anaqa qilib bo'lishdi-ku.